Bismillah. Xo'p, assalomu alaykum. Ikkinchi modulimizni boshlaymiz. Bu modul prototyping va inspectga bag'ishlangan umuman. Ya'ni asosiy rol bu yoqda prototypingga qaratiladi. Xo'p, prototyping bu o'zi nima? Prototyping mana biz chizgan dizaynlarni haqiqiy interaksionlar bilan ko'rsatib berish, ya'ni realniy proyektda qanaqa ishlaydi, haqiqiy kod yozilgan dasturda qanaqa ishlashini aytaylik, buni dasturchilarga va umuman dizayner bo'lmagan odamlarga, umuman o'sha proyektga aloqador bo'lgan va dizaynga bog'liq bo'lmagan odamlarga o'zimizni miyamizdagi tushuncha, tasavvurlarni application qanaqa ishlashi haqida ko'rsatib berish uchun ishlatiladi. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak, qanaqa amalga oshiramiz? Aytaylik, mana bitta men skrin ochib olganman. Mana iPhone 13nikini. Ichiga bitta to'rtburchak chizdim mana. Bitta qop-qora to'rtburchak chizdim. Endi mana buni o'rtaga oldim-da. Endi buni qanaqa qilib prototype qilaman? Xo'p, mana aytaylik, yana bitta chizdim-da, yana kopiya qildim. Mana Ctrl D ni bosaman, kopiya qiladi. Xo'p, endi bu yoqda o'ng tomondagi nimaga qaradik, panelga qaraydigan bo'lsak, design, prototype, inspect turibdi. Prototypega o'tamiz. Prototypeda birinchi bizga device so'raydi. iPhone 13 Pro. Men hozir bu yoqda iPhone 13 olganim uchun iPhone 13 ga o'sha device'da ochib beradi hozir mana qora rangda. Model, graphite, Sierra Blue, Gold, Silver, aytaylik mana Silverda. Nima orientatsiya bor bu yoqda, bunaqasiga yoki albomning yoki knijning. Keyin background. Orqa fon qop-qora bo'lib turadi. Istasak oppoq qilib qo'yishimiz mumkin mana bunaqa qilib. Xo'p, mana. Endi aytda nima bor? Present degan narsa. Buni bossak, hozir mana ochib yoradi. Ikkinchi okno ochadi, undan prototypeni ochadi. Xo'p, mana prototype oknomiz bizda oppoq mana iPhone 13 и o'rtada qop-qora to'rtburchak turibdi. Hech narsa yo'q. Xo'p, endi buni qanaqa qilib qimirlatishimiz mumkin? Aytaylik, mana bu yoqda turibdi, bu yoqda hozir dizaynga o'tib olay. Bu yoqda buni aytaylik razmerini biroz kattalashtiraman-da, pastga tushirib qo'yaman. Hozir ya'ni nimasi qanaqa? Mohiyati hozir buni bosgan paytimda bu kattalashib pastga tushishi kerak. Buni qanaqa qilaman? Prototypega yana o'taman-da, buni bosaman ustiga. To'rtburchak ustiga bossam, bu yerda dumaloqcha turadi. Ustiga bossam plus bo'ladi mana. Plusni olib kelib, ushlab qo'yib yubormasam, ushlab turib, olib kelib o'sha ikkinchi frame ga ulayman. Qo'yib yuborsam mana o'sha frame ga ulandi. Ushlab turib qo'yib yuboraman, bo'ldi. Xo'p, endi interaction detaillar bor bu yerda. On tap. Ya'ni bosgan paytda on drag bor. On drag nima? U endi hozir on tapni ko'rib chiqaylik birinchisi. Keyin navigate to, ya'ni bu frame ga navigate qiladi mana iPhone ikkinchisiga. Animatsiya qanaqa? Instant, birdaniga bo'ladi. Preserve scroll position. Hozir bu hozircha shart emas, ya'ni o'zi bu nima? Aytaylik, uzunroq bo'ladigan bo'lsa, scrollni o'sha qayerda turgan bo'lsa, o'sha pozitsiyani ushlab turadi. Scrolllar eng tepaga chiqib qolmaydi. Hozir bu bitta o'z baribir use viewport height bo'lgani uchun bu hozir yoqsak ham o'chirsak ham issiq sovug'i yo'q bunga. Xo'p, bu yoqqa o'taman. Buni bossam mana. R ni bossam boshiga qaytadi. Birinchi prototypga qaytadi yoki strelkalar bilan o'ynash mumkin mana strelkalar bilan. Bu yoqqa. R ni bossam nolga qaytadi. Ustiga bossam mana pastga tushyapti. Xo'p, endi mana tepada nima narsalar bor? Open editor yoqqa qaytadi. Xo'p, mana. Birinchi bu Figma logotipi turibdi. Keyingisi buni bossam flowlar bor. Hozir flowlar bilan keyinroq tanishib chiqamiz. Buni bossam kommentlar, optionlar. Hozir bular bilan keyinroq tanishib chiqamiz. Birinchi bularni o'rganib olaylik. Xo'p. Mana. Endi buni ustiga bostirib boyagi narsalarni ochib olaman. Oknoni ochib olaman yana. Ikkinchisi on tap edi. On drag bor keyin. On drag deb tanlasam, bunda instant bilan dissolve o'chadi, smart animate ga o'tadi avtomatik ravishda. Endi qanaqa bo'ladi? Mana. Birini bosdimda on drag qildim. On drag degani ushlab turib bunday tortaman ya'ni. Telefonda masalan bunday bu yoqqa tortish bor-ku, xuddi shunaqa. Ya'ni smart animate bo'lyapti bu. Nimaga? Chunki tortganda drag bo'lmaydi. Dragda instant bo'lmaydi. Ya'ni instant degani birdaniga, ya'ni boshingizni tiq qilib o'zgaradi. Smart animate da bunday mягко o'zgaradi mana bunaqa qilib. Ko'ryapsizmi mana? Bunday qilib. Bunday qo'yib olmasam turib orqaga qaytarsam yana orqaga qaytaveradi yana. Tushunarli? Drag qanaqa? Drag nimaligini tushunib oldik o'zi. Xo'p, keyingisi while hovering. Ya'ni hover degani hand ustida turgan paytda mishka. Bu odatda mobilda umuman ishlatilmaydi.
while hovering. Chunki bu webda ishlatiladi, desktopda, ya'ni veb saytlarda kompyuterdan kirgan paytimizda mishkani kursori turadi. Kursor ustiga borgan paytda manaqa qilib o'zgaryapti. Ha, mobilda esa kursor yo'q. Mobilda kursor yo'q, o'shaning uchun while hovering da qila olmaymiz. Biz hover qila olmaymiz, chunki qo'limiz bilan bunday mishkani ustiga yo buni ustiga olib borsak ham telefonning ustiga u hover deb o'ylamaydi telefon, sezmaydi uni. O'shaning uchun hover telefonda mobilda ishlatilmaydi, u webda ishlatiladi обязательно. Mana masalan, aytaylik, bitta webda manaqa nima bor, tasavvur qilaylik. Xo'p, bitta tugma bor, button. Buni nima alt ushlab bunday qilaman, ikki tomon kengayadi. Aytaylik, button deb yozdim. Bold 20 o'rtasiga olib kelib oldim. Endi xuddi shu buttonlar bu yoqda bor. Hop, buni endi rangini qizilga o'zgartirib qo'yaman. Endi prototipga o'taman. Buni ushlab while hovering da bunga o'zgaryapti, mana. Hozir nimaga o'zimiz bo'lib qoldi desam, buni copy qilgan, bunda while hovering borligi uchun bunga ham while hovering o'tib qoldi. Mana bundan alt ushlab copy qilganim uchun. Atak masalan hozir bitta ham to'rtburchak chizsam, bunda bo'lmaydi. Bunda bu narsa bo'lmaydi. Xo'p, endi qarang. While hovering da qanaqa bo'lyapti mana. Ushlayman-da. Bunga bo'lsa bunda o'zgarib qolyapti. Xo'p, hozir buni o'chirib turamiz-da. Bu ikkalasini. Endi bu sal siljib ketyapti-ku hozir. Ha, o'rtaga olaman. Mana. Ko'ryapsiz? Ustiga olib borgan paytim nima bo'lyapti? O'zgaryapti. Xo'p, keyingisi while pressing. Ya'ni bosib turgan paytimda. Bu instant qilib olish mumkin bunga. While pressing, ya'ni bosib turgan paytimda qizil bo'ladi. Bosdim, qizil bo'ldi. Qo'yib yuborsam qora kelinadi yana. Ya'ni bu mobilda ham ishlatiladi, webda ham ishlatiladi. Ya'ni bosgan paytimizda rangi biroz o'zgaradi. Odatda bilgan bo'lsangiz, qanaqadir buttonlarga bosgan paytingizda har doim bir mobil dasturlar ishlatib ko'rgan paytingiz buni tekshirib ko'ring. Bosgan paytingizda buttonning rangi ozroq o'zgaradi. Xo'p, keyingisi bu gamepad, ya'ni key yoki gamepad. Ya'ni bu nima? Klaviaturadan biron tugma bosilgan paytda o'zgaradi. Klaviaturadan. Bu hozir klaviatura nimada nima qilmaydi-yu? Mobilda, program, telefonda klaviatura yo'q. Shuning uchun bu ishlamaydi. Gamepad, ya'ni joystick bo'lsa nimadir ulangan paytda telefonga o'sha paytdagina ishlaydi. Bu game dizaynda buni ishlatishimiz mumkin. Hozir masalan mana bossam, yo'q. Bu nima hisobiga ekan? Xo'p, mana gamepad aytaylik desktopda ishlaydi u. Mana bitta desktop ochaman. Xo'p, desktop ochdimda ichiga buni o'tkazdim. Ikkasini gruppa qilib olaman. Gruppaning nomini button deb yozdim. Buni o'rtaga olyapman. Ctrl D, buni rangini qizil qildim. Xo'p, buni ushlayman. Bu yoqqa. Mana gamepad tanlagan paytda qaysi bosilganini tanlash kerak. Xo'p, masalan aytaylik, A'ni bosgan paytimda bu bunga o'zgaradi. Endi buni o'tadigan bu yoqdan qanaqa qilib bunga o'tib olaman. Flow'da ochaman. Buni ushlaymanda, buni ushlagan paytim hal prototype turibdi. Flow starting point bor. Plusni bossam, mana buni o'zgartirishim mumkin, nomini desktop. Ikkinchi flow ochiladi bu yoqdan mana. Ikkinchi flow. Bu flowga o'taman. Buni yopib turaman. Hozir bu flow ham nimada ochiladigan bo'lib qolganda? 13 da. Customni qilaylik. Yo'q, custom emas. Nanda turibdi mana. Ana bossam o'zgaryapti. Ya'ni bossam o'sha qizil bo'ldi. Всё-da. Nimada? Ya'ni bosib tursam o'zgarmaydi u. Xo'p, device iPhone 13 Pro. O'tdim. Yana ozgina qotib qolyapti. Xo'p, endi bunda mana buni bosib turib aytaylik, mana shift emas ekanda. E'ni bossam o'zgaradi deylik mana. E'ni bossam
o'zgardi. Xo'p, keyingisi bu nima? Keyingisi mouse enter. Endi bular hammasi hozir webda ishlaydigan narsalar, o'shaning uchun bunga o'tib olaveramiz. None. Ya'ni bu device qaysi device ishlatayotgan bo'lsak, o'shani ishlatib ketaveramiz. Odatda none tursa, hech qaysi device ko'rsatmaydi. Xo'p, mana. Endi buni bu yoqqa, buni bunday qilib o'chirib qo'yaveraman. Xo'p, buni gamepadda mouse enter ga o'zgartiryapman. Ya'ni mouse enter ishga kirgan paytda qizaradi bo'ldi. Ya'ni ishga chiqib bu while hoveringdan farqi, ishga kirgan payt qizaradi bo'ldi-da, chiqib ketgandan keyin ham qip-qizil bo'lib turaveradi. While hoveringda ustida turgan payt qizaradi, olgan paytda qorayib qoladi yana. Xo'p, mouse enter, keyingisi mouse leave, ya'ni mouse chiqib ketgan paytda. Mana runni bosaman. O'zi qip-qizil bo'lib qolyapti mana. Mishka qimlatib turibman. Qimlatib qip-qizil bo'ldi. Chunki mishka buni ichidan chiqib ketib bo'ldi-da, qip-qizil bo'lib turaveradi o'shaning hisobiga. Xo'p, keyingisi mouse down, ya'ni mishka bosilgan paytda ustidan. Bosib turibman, qizil bo'ladi. Qo'yib yuborsam qizil bo'lib turaveradi. Bu while pressing dan farqi, bitta bosdimmi bo'ldi, qip-qizil bo'lib turaveradi endi u. Qaytarib olish bo'lmaydi. Keyingisi mouse up, ya'ni mishka ko'tarildi mana. Buni bosaman, mishkani bosib turaman-da, qo'yib yubordim, qo'l qip-qizil bo'lib qoldi. Shu bilan o'zgarmayapti. Xo'p, keyingisi after delay. After delay bu nima? After delay bittagina element bilan emas, butun frame bilan ishlaydi. Masalan, bundan o'chib turaman-da, frame ushlab, frame ikkinchi frame ga ulagan paytimda after delay yonadi. After delay bu qanchadir muddatdan keyin o'zi avtomatik ravishda hech narsa interaction qilmasangiz ham animatsiya sodir bo'lib ketaveradi. Aytaylik, mana after delay 1 sekunddan keyin, 1 sekund degan 1000 millisekunddan keyin bu ikkinchi frame ga instant ravishda navigate bo'l deyapti. Mana kontrollerni bosib turdim, 1 sekund o'tdi, mana qizardi. Hozir buni joyini ham o'zgartirib qo'yaman kerak bo'lsa, mana yo'q, ya'ni animatsiya yaxshiroq sezilishi uchun bunday qilib kattatirib qo'ydim mana. Kontrolleri mana katta. Xo'p, menimcha tushunarli. Keyingi darsda hop, hozir navigate to'lar va animationlarni ko'rib chiqamiz, xudo xolasa.